Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka yaxshimisiz? Rahmat aka. Bu kabeshmi aka? Necha pul bo'lyapti? Men 24 ming deyapmiz. 24 ming. Yili necha? 23. 23. Hamma joy toza. Necha pulga kami ham bormi yo'qmi? Bor. Necha pul bo'lar joy? Kelishamizda oluvdim. Ha, bo'ldi. Siz manzilingiz qayerda? Jarqo'rg'on. Jarqo'rg'ondami? Bo'lmasa, ana telefon raqamingiz bo'lsa ayting. 91lik. Aha, 91lik 516 516 97 67. 97 67. Ha. Bo'ldi, bo'lmasa qiziquvchilar bo'lsa qo'ng'iroqqa chiqadi aka. Mayli. Mashinamizni ko'rinishi ideal holatda. Kim havas qilgan bo'lsa olib minadigan joyi ekan akalarim. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Mana shuni ushlab gapirasizda. Qistirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu Captiva necha aka? Ikkinchi versiya. Ikkinchi versiya. 2.4 Motor. yili necha? 2011. 2011. Necha yurgan? 2 yil yurgan endi. 2 yil yurgan. Nimasi qanday holati? Holati zo'r. Eski kunlarning ichida bir qarashcha bor. Ideal holatda bunday deganda. Ezilmagan. Qanday yoqilg'i bilan yuradi? Propan gazi. Propan? Metan qo'yilmagan hali. Metan qo'yilmagan, ha? Siz qayerdansiz? Oltinsoydansiz? Mana hurmatli obunachilar, kimga mana shunday ideal Captiva kerak bo'lsa, bog'lanasiz. Aka nomerini hozir sizlarga beraman. Aytib o'tib ketamiz. Aka telefon raqamingizni ayting. Qarang, 140 million baho qo'yapman. Aha. Admin variant bor. Kelishamiz, endi kelishgan holatda. 95lik. Aha, aytavering. 099 Aha. 49 00. Ismingiz kim? Ismoil. Ismoil aka, bo'ldi. Buni bo'lmasa assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charchamasizmi? Captiva necha bu aka? 2 to'r qilingan. 2 to'r qilingan, ha? Necha yurgan, yili necha? Yili 2012 Aha. 100% shumka, Aha. Android 8 monitor, yangi balon. Metan propan nima ko'rmagan. Benzinni o'zida olganman, benzinni o'zida haydaganman. Qayerdansiz? Qiziriq. Qiziriqdan avtomobil mashinasi, ha? Toshkentda olganman, Toshkentda haydaganman. Ha, Toshkentda Shuning uchun degasiz. benzinda bo'lganda, metanim propanim. Nomeri ham Toshkentniki nomermi? Yo'q, nomer nima Surxondaryo. Qarang, necha pul deyapsiz narxini? 150 million deyman. 150 million deyapsiz. Buni bir aylantirib olsak, orqa eshigini oching-da. Oldi orqalaridan bitta olaylik. Monitor, Buni oching. Ha. 100% shumka bo'lgan. Tomigacha. Tomigacha shumka bo'lgan, ha? 100%. Даже podkrilolargacha. Hamma joyida, ha? Konseynerda ishlaydi. Ha, ishlaydi, ishlatib ko'rib ishlab turibdi. Hozir o'zimiz ham tushdik. Biz bozorchi emas aka. Ha, dehqon, ha? Dehqon. Motorlarni nadir qilib. Qani ochingchi oldini. Captivaga qiziqadigan muxlislar uchun mana Chong qo'yapti. Va bozor yuvib bir narsa qilganmiz yo'q. Yaxshi. O'zim haydaganman. Bo'ldi aka, bo'lmasa telefon raqamingizni aytsangiz birdan. 90lik. Aha. 821. Aha, 821 11 18. 11 18. Ismingiz kim? Muzaffar. Muzaffar aka. Mayli, sizga sog'lik. Xo'p. Hurmatli obunachilar, hozir avtomashinalarni, transport vositalarini, har xil rusumdagi mashinalarni obzor qilamiz. Bularning narxi, ideal narxini aytilyapti va kami ham bor.
Misol uchun hozir Captiva, Kabeshlar, keyin mana Cobaltlarga qiziqadiganlar uchun yangi Cobaltlar necha pulligini hozir aytib o'tib ketamiz. Yangi 2025-yil. Bo'ldi, 2025-yil yangi Cobalt narxini necha pul deyapsiz aka? Aka? 170. Oxirgi pozitsiyasimi? Pul pozitsiya. Necha pul deyapsiz? 170 dan. 170 million ha. Telefon raqamingizni qoldiring. Ayting. Telefon raqamim 99lik Aha, 99lik 318 318 0418. 0418 ha bo'ldi. Ismingiz kim? Farhod. Bo'ldi, Farhod aka, agar kimdir qiziqadigan bo'lsa, aloqa chiqadi. Mana yangi Cobaltga qiziqadigan muxlislar uchun endi yangi shu mashinalarni minilgan mashinalarni ham narxini so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum aka, intervyosiga bo'lam. Yaxshimisiz? Yaxshi, Xudoga shukr. Qarang, bu necha pul deyapsiz? Yili necha? Assalomu alaykum avvalo. Do'stlarimizga baraka. 2022-yil. Sal yaqinroq. 2022-yil Aha. 80 ming yurgan. Kraskasi bor. 145 million so'm berdi. 128 millionni berganmiz. Boshqa variantlar yo'q, faqat narxga. Shuni ham aytib o'tsak, ulardan muxlislar qiziqib avtomashinangizni olishi mumkin yoki so'rashi mumkin. Telefon. Mana telefon nomerimni Ha, aytib o'ting. agar sotilmay qolsa, Ha, avvalambor sotilsin aka. Niyatingizga yeting. Ayting. 77lik Ha, 089 98 96. Ismingiz kim? Ismim Dilshod. Mayli aka, rahmat. Xo'p. Ha, xo'p. Ishlaringiz omad. Hozir boshqa nima deydi? Katta akalarmi? Shularning mashinalarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Jentiralarni. Jentiralar yangilarim chiqqan. Chornakula deydi-ku o'zimizda. Chornakula. Endi mashina bozorida hammasini aka, bu jentirami Lacetti'mi? Assalomu alaykum. O'tiring. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Qarang. Bu necha pul deyapsiz? 85 deyapsiz aka. 85 deyapsiz, kelishda berasiz. Yili nechi? 2009 aka. Kraskalari-chi? 20 so'y. Ha, 20 so'y. Hech qisi yo'q. Gazmi, metan gazmi? Metan Bularcha necha pul? Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytib o'tib keting. 97lik Aha. 864 0880. Do you know mashina bozorida bu obzor qilyapmiz. Siz qayerdansiz aka? Bo'ldi aka, Dino bo'lsa shu telefon raqamingiz bilan chiqadi agar kimdir qiziqish bildirsa. Mana aka, xo'p. Mana avtomashinasini nimalari? Assalomu alaykum. Jentara kimdan ekan? Necha pul debdi, bilmaysizmi narxini? Yangi Jentara ekan. O'z Jentara necha pul bo'lyapti, hoji bu? Bilmayman, bizdan bir Assalomu alaykum. Aka, Jentrami bu? Yil necha ekan? 16. Necha pul deyapti? Necha pul deyapsiz aka? 120 deyapti. 120? Necha yurgan? 131 yurgan. Telefon raqamingiz aytib bering. 77lik 577 99 98. Rahmat aka. 120 deyapsiz kam. Savdangizga omadni bersin aka. Assalomu alaykum. Akajon, zo'msiz. Hoji boy yaxshimisiz? Hoji boy yaxshimisiz? Zo'msiz? Shu bir nima qilib yuboring akajon. Bo'ldi. Necha pul deyapsizlar? Buni 105 deyapsiz. Ishlab bunaqa shuncha uzoqlik. 105 yili nechi? 2013. 2013 ha? Ha, yaxshi. 2013-yil. Necha yurgan? Necha ming yurgan? 97 ming halol yurgan aka. Ha, 2 kurga yaqinlashgan.
yaxshi. Qayerda mashinasi? Mashin Boysun tumanini hamma joyida ekan, faqat bir minib yuradigan joyi ekan akalar. Cobalt'ga qiziqadigan muxlislarimiz uchun mana yangi holatda turgan Cobalt mashinasi. Aka, yili 13 dedingiz, telefon raqamingizni aytib bering. 99li. Aha. 037 41 73. Ha, bo'ldi aka. Ha, savdoyingiz omadini bersin hoji aka. Xo'p, mayli, xo'p. Mana endi Cobalt'da aytib o'tdik. Endi Nexia 3'larni ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Nexia 3'larda assalomu alaykum. Hojiboy yaxshimisiz? Videoga ko'rsak bo'ladimi? Yili necha aka? 20 yil. 20? 20 bo'lsa bir qarang, holat haqida bir gapiravering. 20 yil. Nabi 113 ming yurgan. Xo'p. Kraska toza. Qancha yurgan dedingiz? 113. Propanda yuradimi? Hindistonda metan. Metandami? 3 mi bu? Metan. Qarang, qayerda mashinasi? Dinodi mashinasi. Necha pul dedingiz? Bular joyi? 110 deyapsiz. 110. Kechta beramiz. Bo'lmasa telefon raqamingizni aytib keting. 90. Ha? 90lik 295 3929. Yaxshi. Aka, savdoyingiz omadini bersin. Mayli aka. Xo'p. 100 bekaraman. Nimaga? Bekan, unda xotiraman. Assalomu alaykum. Mana Genteral necha pul ekan? Hojiboy? Savdo bo'ladi. Ha, necha pulga savdo bo'ldi? Var, xabaringiz bo'lsa kerak, qo'shningiz. Taxminan necha pulga savdo bo'ldi? 130 so'ra. Ha, 130 so'rayapti. Yaxshi. Hozir hurmatli obunachilar, biz hozir Surxondaryo viloyati Dinov mashina bozorida yuribmiz. Dinov mashina bozoridagi obzorimiz haqida qisqacha ma'lumotni Instagramimiz Nuriddin Official'ga beramiz. YouTube'da Voha Sporti YouTube'ga yangiliklar kiritamiz. Mana mashina bozorlaridagi mashinalar savdo ham o'rtachamda. Avjida emas, hali birorta mashinani bir olibdi yoki ustiga nima qilganimizni hozir nar yoqdan kirish qismi bilan yuqori qismini bunday aylanib o'tib ketib, keyin narxlarini yoki savdo bo'lgan, baraka bo'lgan avtotransport vositalarining rusumlarigacha aytib o'tib ketamiz. Bu Nexia 2ni bir olib ketsak, ko'plar Nexia 2ga qiziqadi, legendarni deb. 1.6 ekan. Assalomu alaykum. Aka, videoga kelsak bo'ladimi? Startdan maqta. Aka 2016 aka. Aha, 2016. 96 ming yurgan aka. 96 ming yurgan ha. Kraska toza aka. Kraska ideal holatda. Konditsioner holati ideal. Rahmat. Kelishtirib beramiz. 85 vaqt qo'yamiz. 85 million ha. 85 vaqt qo'yamiz. Qayerda mashinasi? Denovka aka. Denovka. 1.6 ha. Shundan gapirsangiz eshitilaveradi. Bu mana ideal holatda Nexia 2 legendarni avtomashinaga qiziqadigan muxlislarimiz uchun obzor qilib ketamiz. Aka, telefon raqamingizni aytib keting. 97lik 548 88 89. Mana bunisi 2015 aka. Bu GVC. bunisi 2015 ha. Bu 2 kuruq yurdi bunisi. Bu 2 kuruq yurgan. Yili necha pul deyapsiz buni? Buni 65 deyapmiz, buni ham kelishtirib beramiz. Savdosi bor ikkalasini. Kelishtirib beramiz. Bo'ldi aka. Ismingiz kim? Ismim Akbar. Ismim Shu Akbar boyagi aka. nomerga chiqsa, ikkalasidan ma'lumot beramiz. Bo'ldi aka, rahmat. Savdongizga omadini bersin aka, barakasini bersin. Xo'p. Assalomu alaykum. Bu yerda mana Chornakola Nexia 2
Yaxshimiz zo'rmisiz? Rahmat, o'zingiz zo'rmi, tinchmisiz? Qarang, bu necha puldi? Ha, Rossiyadalargami? Ha, bo'ldi. Ayting aka. Oshnalar zo'rmisizlar, tinchmi? Sog'lig'inglar zo'rmi? Ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Ishlaringizga omad. Twitterdagilarga salom. Aka, bu avtotransport vositasi Nexia 2 legendarniy, hamma Nexia 2 legenda deydi. Shunga tayyor, ha? Polik, Chiqal-polik, ходовой, yangi balonlar, suv bochkachigasi yangi qo'yilgan. suv bochkasi 1.6 da. 1.5 mi? 2009-yil ekan mana akamizning avtomashinasi. Udari yo'q. Abi, udari yo'q deyapti. Teatrgacha yangi qo'yilgan. Kraskalar toza. Освежитель sepilgan. Ha, hozir ajoy, ha. Petnol deydi uni. Oldin sepilgan, yuqqa sepilgan. Rang o'chgan. Bo'ldi. Oldi orqa butun. Nechi pul deyapsiz aka? Olmuş deyapmiz, kelishtirib Ha, beramiz. 60 deyapsiz, ha? Mana Nexia 2 ga qiziqadigan muxlislarimiz uchun mana shu mashinaga javob beramiz deyapti. Siz Dino'ning mashinasimi? Qayerda mashinasi? Dino'ning mashinasi. Mana shu yerda akkumulyator yangilangan. Ko'p narsalari yangi qo'yilgan. Faqat olasiz ekan. Minasiz ekan. Metanmi? Metan. Metan 3-chi. 80 talik. 80 ta 3-chi. Yangi metan qo'yilgan. 3-chi pokoleniya. Yangi. Yangi metan qo'yilgan ekan. Faqat olib minasiz. Necha pul dedingiz narxini? 60 deyapti. 60 deyapti. Shu boyagi raqamga chiqadi, ha? Aytamiz raqam. Ha, ayting. 99lik 99lik 289 289 68 98 yana 68 bitta raqam. 98, aha. 95lik 456 08 88. Bo'ldi, rahmat aka. Savdoingiz barakasini bersin aka. Bu yerda yana bitta Nexia turibdi. Ko'p yigitlar Nexia 2 1.6, 1.5 ular qiziqadi. Shuni ham qo'yib beringmi? Bo'ldi, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka. Nima ishlang? Boqa sportiga obuna bo'ling ham aka. Ha, Boqa sportga obuna bo'ling deng. 2015 400 yurgan. Aha. 88 million deyapmiz. 88 million. Ha, 88 million deyapmiz. Kelishamiz aka. Boqa sportda. YouTube'da. Nima degan? Orqada bu. Kraskasi toza aka, variant bo'lsa ham kelishib ketaveramiz. Ha. Bo'ldi. Telefon raqamingizni qoldiring. 91lik 229 0002. Ha, bo'ldi. Mayli, rahmat. Sportiga aka obuna bo'ling. Rahmat aka. Ismingiz kim? Omad. Ismingiz kim? Ismim Bobur aka. Bo'ldi. Bobur. Bo'ldi. Bahrom Bobur aka. Davron sherigi ham bor aka. Bo'ldi. Davron aka degani ham bor ekan mana. Davron aka. Bir ko'rsatib qo'ying. Ha, bo'ldi. Mayli yigitlar, omad savdangizga. Endi Nexia bo'lishim mumkin. Hozir mana boshqa Nexia 1larni ham obzor qilib o'tib ketamiz. Aka, bu Nexia 1lar necha pul ekan? Assalomu alaykum. Savdo bo'ldimi aka? Assalomu alaykum. 65 deyapti. 65 deyaptimi? Ideal holatda ekan, ha, motor. Telefon raqamini bilasizmi, aytasiz? Raqami. Bulat mashina. Qaniki? Aka, bu Nexia 1mi? 1. Qanday pozitsiyasi bu? 2005 5 konditsioner. 5 konditsioner, super salonmi? Super salon. Yili necha? 2005. Necha pul deyapsiz? 62 million. Holat haqida gapirib o'ting. Mashina benzinda. Aha. 4 ta baloni yangi. Ходовойlar yangi. Ходовойda yangi. Ro'rtesh yo'q mashina. Ha, faqat minadi. Ha, yaxshi. Telefon raqamingizni aytib keting. 93lik 402 2804. Bo'ldi aka, ishlaringiz omadini bersin. Obunachilarga tashlab qo'yamiz. Chiqib qiziqadiganlar chiqib ko'radi. Mashina bozorida to'liq oxirigacha obzor qilamiz, xudo xolasa. Faqat obuna bo'lib, podpiska bo'lib tarqatib qo'yamiz.
obunachilar qancha ko'p bo'lsa bizlarga shuncha ilhomlanamizda. Ilhomlanib ijod qilib hamma joyda mashinalarni olib ko'p yigitlar yoshligidan assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. O'zingiz qanaysizlar? Assalomu alaykum. Qayerdansiz aka? Binodanmi? Qanday mashina olib sotyapsiz? Olyapsizlarmi? Omadingiz bersin. Yaxshi joylardan chiqsin aka. Assalomu alaykum. Aka, Cobalt nech pul deyapsiz? Ha? Yo'q. So'rab olinadi aka. Ba'zi klientlar nimada mashina sotadiganlar mashinalardan uyalar ekan. Yo'q, men oshnam-ku bu. Assalomu alaykum. Zo'rmi? Assalomu alaykum. Xudoga shukr. Zo'r, tinchmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Mana yangi jenter olib chiqqan. Nima bosaman? Senga otini. Yurakcha bu partiska bosganman. Men faqat jiyanim telefonimga bir boshqa narsa deb oxiri 97 bilan ana o'qiganda meni Qaysi nima? Cho'rnakular nech pul deyapsiz? bu 2022 6000 yurgan, kraska top toza. Aha. Bir qo'l avtosalondan. Hadi bilan tur. Ha. Benzinda, benzinda. 145 ming berdim. Yaxshi balon qo'yilgan. O'zingizdanmi mashina? Malades. Bir aylanib o'tib keyin telefon raqamingizni berasiz, xo'pmi? Siz ma'lumot beravering, eshitlar aşağıda. Mashina 22-yilda ishlab chiqarilgan avtosalondan bir qo'l. Aha. Kraskalar top toza, biron joyi kulish tegmagan. Yangi 4 ta yumshoq balon qo'yilgan, gaz qo'yilmagan. Tak. Puli 155 million aytilyapti, 145 million naqd qilsa beryapti. Bo'ldi. Generalni dalilimiz oxirgi. Ha? Shu Yana kelishamiz. Yana kelishamiz. Sizni nimangizdan kelsa, podpischalaringiz kelsa 2 million o'tib beraman. Ha, bo'ldi oshna. Mana. Savdoingiz barakasini bersin. Nasib bo'lsa, shu tez orada sotilib $200 niyatingizga yeting, xudo xolasa oshna. Sizni ham ishlaringizga omad nasib bo'lsa, bundan ham martabangiz ulug', bundan ham mana podpischalaringiz ko'payib, Surxondaryoning eng oldi blogerlaridan. Rahmat. Ha, Mayli, xo'p do'stim. Assalomu alaykum. Aka, Cobaltlar nech pul olsak bo'ladimi? Cobaltlar nech pul bo'lyapti? 14 yili nechi? 4 yil. Yo'q, necha yurgan demoqchi edim. 243 ming. Ha, 243. Kirikdan oshgan, 2,5 kirik pashta. Benzindami? Ha, bir qo'l mashina o'zimizning yurgan. Benzinda Telefon raqamingizni aytib o'tib keting. 99 Aha. 024 Aha. 3198. 3198. Mayli aka, ishlaringiz omad bo'lsin. Ismingiz kim? Abror aka deyapti, mana shu Cobalt 01 963 110 deyamiz, Cobalt avtomashinasini 110 deyapti, kelishtirib berar ekan. O'zi dehqon bola. Assalomu alaykum. Aka, nechmi bo'lyapti? Transport Cobalt 105 bo'lyapti. 105 deyapti. Yili nechi? 14 15. Ha. Demak, 14 oxiri. 15 bo'lib qolgan. Nech pul dedingiz? 105. Kami bormi yo o'zi shu? Bo'lar joy, ha? Kelishamiz. Kelishiladi. Mashina qayerdaki? Dinoda. Dinoda. Metan nechi metan? Metan 80 talik. 80 talik 3-pokoleniya. Ha, 3-pokoleniya. Mayli aka, omadini bersin. Xo'p. Mana Cobaltga qiziqadiganlar avtotransport vositalarini qiziqib minadiganlar uchun. Aka, Nexia 3 ni obzor qilsak bo'ladimi? Ha, shartmas. Nech pul deyapsiz? 100 million. Ha. Bu akani mashinasi 100 million deyapti. Qiziqadiganlar bo'lsa Nexia 3 bu ham yengil mashin. Lekin taksiga uncha aytmaydi Nexia 3 da. Uzoq joyga, lekin uzoq joylarga mana Cobalt transport vositalarini minib boshqarsa bo'ladi. Rossiyalarga qatnayapti. Ya, o'tirib olib. Hozir yana qaysi transport vositasiga bolalar qiziqadi. Yengil mashinalarni hammasi
Dino mashina bozorida bor. Dino mashina bozoridagi barcha transport vositalarida har xil turdagi ranglardan bor. Qora deysizmi, oq deysizmi, ko'k deysizmi, metalka deysizmi, osmonrang deysizmi, va hokazo. Hammasini rangiga qarab, yiliga qarab, holatiga qarab narxlangan. 100 milliondan boshlangan, 96 million deganlari ham bor. Aka bu Nexia mi? Nechi pul deyapsiz? Nechi pul dedi? Eshitmadingizmi? Xabaringiz yo'qmi? Damazga boramiz, Damaz ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka Damaz nechi pul deyapsiz? Mana ekan. 34 deyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? 98? 98. Nechi pul deyapsiz? 34 deyapman. 34. Necha yurgan? Holati. 450 ming holati, kraskalar radnoy. Faqat mana shu yerda ozroq kraskasi bor, mana shu eshigida. Eshiklar radnoy hamma tarafi. Qayerda mashinasi? Oxun Boboyev namasiga. Dino va? Dino. Dino Oxun Boboyev mashina. Ismingiz kim? Sohibiz. Sohib akaga bog'lanasiz. Telefon raqamingizni ayting. 93lik 006 36 87. Bo'ldi aka. Nasib bo'lsa, Nasib. o'sha Damazga qiziqadiganlar bo'lsa, mana bu rangdagi Damazlar ham bor. Bu Damaz nechi pul deyapsiz aka? Aka nechi pul deyapsiz? Narxini aytib keting. 60 deyapsiz. 60 deyapti. Holat haqida gapirib o'ting. Yili, qayerdansiz? Telefon raqam. Gapiring eshitiladi. Aha. 096 Bering mikrofon. Yo'q, mikrofon. 61. Namozni holati. Bemalol hamma joy radnoy ekan. Odamlar ano qilib bemalol minib yurasizlar. 50 ga bermadi. Savdolashib 50 millionga bermabdi. 12 ga. Assalomu alaykum. Suvlaringiz nechi pul ekan? Mayli aka. Mayli. Xo'p. Damazga qiziqadigan muxlislar uchun Damazda yangi chiqqan Damazlar ham bor. Mana oldinroq eski Damazlar ham bor. Yana eslatib o'tib ketamiz, hurmatli obunachilar. Dino avtomashina, ya'ni mashina bozor oldingi eski joydan ko'chgan. Oldin mana yangi masjidning nariyog'ida bo'lgan. Bu yerga mashina siqmay qolganligi sababli bu nimaga ko'chganda? Bu yoqqa ko'chgan. Shu eski mashina bozordan 1 kilometr yurgandan keyin o'ng qo'lga kiradi. O'sha yerga ko'chib kelgan mashina bozor to'liq. Bu yerda labolar ham bor. Labolardan tashqari Damazlar ham bor. Mashinalarni assalomu alaykum. To'xtab turaylik. Aka mashinani sveti yonib qolibdi. Issiqda ana bo'lishi mumkin-da. Ha, o'chdi. Bugun 010 Damaz. Damazda oladigan, qiziqadiganlar uchun 2025 kuni. assalomu alaykum. Aka yaxshimisizmi? Rahmat. Gapirasiz. 2025 kuni. Aha. Pasport 2024 oktyabr 27. Aha. Yangi bola qo'yilgan. Model bar chanlar bor, kaloni o'ynar. To'liq aytavering. Bola qilgansiz. Mana safda bitta metan yo'q-da. Bitta metan yo'q, faqat benzinda yuradi. Ha, bo'ldi. Kerak bo'lsa metan. Ismingiz kim? Ismim Sobir. Ismi Sobir aka. Telefon raqamingizni ayting. 91lik Yaqinroq qo'yib. Ha. 517 44 62. Ha, bo'ldi aka. 517 44 62. Dinodanmisiz?
Bo'ldi aka. Aka, nima bo'lsa qiziqadigan bo'lsa telefon qiladi. Labo ham sizdanmi? Shu xuddi shu akani mashinasi va Labo transportasi qiziqadiganlar uchun ikkovi bir kishiniki ekan. Olib, gaplashib, savdo qilib Labo 2022-yil kirsa yangi holatda 90 million deyapmiz aka. 90 million deyapsan. Nima deb beramiz aka? Yaxshi. Metan bora? Metani bor, 65 talik metani bor aka mana bu. Buni 65 talik metani bor ekan. Laboga qiziqadigan mana ro'zg'or bo'lib mashina bemalol yuk ortib tirikchilik qilsa bo'ladi. O'zi mashinaga qiziqadigan, qiziqmaydigan. Ha? Shu video olyapman. Aytib ketasizda, shuncha uzoq. Yili necha? 2002. Hozir to'g'ri. Bo'ldi, gapirmasangiz ham rosa sotaman deb kelgansiz-ku. Yilni aytsangiz bo'ldi. Ko'p damas. Yili necha? 2002. Narxni ish qilyapsiz. 35 ga berilgan o'g'il. Qayerdansiz? Hayrebod mashinasi. Binoga qaraydi. 91lik 982 Mana aka, savdoingiz barakat bersin, sog'lom qotilsin, xohlasin. Bizlar bu yerda Damazlarni obzor qilyapmiz, chunki hozir ko'pchilik odamlar oilaviy Damaz oladi, ham ixcham bo'ladi, ham ro'zg'or bo'lib, kam rasut ketadi. Oilaviy minib yuradigan joyi Damazlar, yangi Damazlar. Yangi Damas nechi pul aka? 106 million. Yangi Damazlarni 106 million deyapti. Biz akalarimizni ko'rib qolyapmiz, chunki akalarimiz haqida bir intervyu olsak, akalar bilan qani. Mayli, xo'p. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Qarang, shu mashina sohasiga necha yildan beri kelgansiz mana shu qiziqish ortga? 2009-yildan beri mashina bozorda savdo qilasiz. Toshkentda nima bo'lgan u? Shu assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qarang, hozir sizda qanday mashina bor? Yangi Damas bo'lyapti. Sotildi bu. Kamera olyapti. Qanday mashina bor? Cobalt 62 million. Ana uchoyi ham menda emas. Sizdamas? Yaxshi, inshaalloh olishsiz. Aka o'zingiz kabullik bor, aynan siz boshlaysiz. Qo'ying ana. Nima qo'ying? Bo'yniga qo'ying. Jakile bo'lsin, Jakil aka. Televiziyadan chiqasam. Qanday mashina? Mana 3 ta Damas deyapman-ku. 3 ta Damas, Gentra nechi pul? Kim? Indiski. Oldu yani. Akamizni Damazi, yangi Damas. Aytgan narxlarida kelishib beradi. Shu nomerga telefon qilsangiz va aytib o'tgan nomerga bemalol bog'lanib topib olasiz. Mayli, savdolaringiz omadli bersin aka. Hozir yana bir mashinalarni obzor qilamiz. Kulgili joylari ham bor. Mashinani qiziqib minib oilaviy yuradiganlar
nima qiladi? Hozir shu mashina bozorida mana chanqab turgan paytingiz kelib suv ichadigan joyingiz ekan. Kelib buni ovqat yeydigan joylar ekan. Qani shu akalar bilan bir intervyu olsak. Assalomu alaykum. Şöyle yazar yapsa çalaplar var. 20 tamam. Ama gaz qilingan. Qayer? Damasat qabul qilmoq. Yo'q. Damas. Damas turibdi. Namozni ba'zi Yo'q, damas turibdi. Qayerda damas olmoq? Damas bitiribdi. yaxshi maktab bitirdi. Yangi. Yangilardan boshlar ekanda mashina endi savdo oldingidek nima